Assalamu alaykum, hörmətli qarindoshlar. Golland tili A1 səviyyədəki dərslərimizə xoş gəldinglar. Biz bugün 9-cu dərs. Dit is Nederland, yəni bu bolsa Gollandiya degan dərsni öyrənib o'tamiz. Bu dərsdə bizga shu Gollandiya dövlətininki coğrafiyalik o'rni to'g'risida uchurlarni berdi ekan. Gollandiyada yashayotgan ekanmiz. Bu asosiy coğrafiyalik uchurlarni bilishimiz ham zarur. Bugungi ders yani 3 tekstdan tarkib topgan. Tekstimiz shu. Endi biz bir-birlab bu tekstni ko'rib o'taylik. Dit is Nederland, yani bu bo'lsa Gollandiya. Dit degan bu yerda shu ko'rsatish olmash, bu bo'lsa Gollandiya. Het ligt in West-Europa, yani u merdagi het degan mu ko'rsatish olmash, yani Gollandiyani ko'rsatmoqchi. Het ligt in West-Europa. Ma cümlenin fiili xabar liggen. Liggen deganninki yetish, joylashish degan ma'nosi ham yetish deb, ya'ni G'arbiy Yevropada yotganimiz G'arbiy Yevropaga joylashgan debchi, G'arbiy Yevropaga joylashgan. İşte davlatlarni Poloniyaga joylashgan u deganda mushu ligt degan so'zni ishlasak bo'ladi. Van Nord naar Zuid, yani shimoldan janubga is Nederland 300 kilometer. Shimoldan janubga 300 kilometer keldi. En van Oost naar West, van naar den Poloniyadan Poloniyaga debchi. Sharqdan g'arbga 200 kilometr keldi. Nord, South, Oost, West, shimol, janub, sharq, g'arb. En klein land dus, yani qisqasi bir kichik davlat deydi. Is jouw land groter, yani jouw sizning davlatingiz, is jouw land sizning davlatingiz cho'ngroqmi? Nederland is verdeeld in 12 provincies. Ma cümledeki verdelen. Asas cümlenin xabar olgan fiil verdelen. Bölüş, teşkil qilish, taqsim qilish degandek ma'nosi bor. Ammo u hamda majhul darajadagi jumla is verdeeld, yani tashkil topgan, bo'lingan deb. In 12 provinces, 12 viloyatdan tashkil topgan, 12 viloyatga bo'lingan. Groningen, Friesland en Drenthe liggen in het noorden. Yani bizga mishada shu 12 viloyatning nanaga joylashganligini bildiryapti. Groningen, Friesland, Drenthe shimoliy qismga joylashgan. Noord-Brabant en Limburg liggen in het zuiden, yani shimoliy Brabant bilan Limburg janubga joylashgan. In het westen liggen Noord-Holland en Zuid-Holland, yani g'arbda Shimoliy Gollandiya bilan Janubiy Gollandiya bor deydi. Miyada diqqat qildiganinglar, yani in het Norden, in het Westen deb biz shu het artikolni o'rgangan vaqtimizda mushta sharq, g'arb, shimol, janub mushlarni oldiga het artikol keldi degan to'qchi. Miyada shu ashta keladi, yani in het Norden, in het Zuid debchi. In dit gebied woont bijna de helft van alle Nederlanders. Yani bu rayonda, yani Shimoliy Gollandiya bilan Janubiy Gollandiya demekçi. Bu rayonda asosan Gollandiyaning nüfusininki 20 yashaydi. Gollandiyaliklarning 20 mush yerda yashaydi deydi-chi. Yani Shimoliy Gollandiya degan shu Amsterdam, Zandam, Amsterdamning butun atrofidagi Shimoliy Gollandiyaga, Janubiy Gollandiya, shu Rotterdam, Den Haag, ashula Janubiy Gollandiyaga tabi. Shu hozir Shimoliy Gollandiya bilan Janubiy Gollandiyada ikki viloyatda Gollandiya nüfusining 20 mishada yashaydi ekan. Qolgan 10 viloyatda, qolgan 20 degandekchi. Daar liggen ook 3 grootste steden, yani daar u yerda liggen ook, yani u yerdan bor 3 grootste steden. Cho'ng 3 shahar u yerdan bor, yani cho'ng 3 shahar ham u yerga joylashgan. Yani Shimoliy Gollandiya bilan Janubiy Gollandiyaga joylashgan demakchi. In het centrum ligt Utrecht met ook een dichte bevolking. In het centrum, yani merkezde, centrum degan shu merkezda, o'ttirida demekchi. O'ttirida ligt Utrecht, yani Utrecht joylashgan, met nima bilan? Ook een dichte bevolking. Bevolking degan nüfus, dicht deganninki buning ma'nolari bek chiq, bu dicht degan so'zningki, hamda
Mesela dür is dicht desek eshik taqaq, eshik yipiq degandek. Endi bu yerda dichte bevolking degani yani ilqash nüfus zichligi yuqori demakchi, yani nüfus zich demakchi, odam jiq demakchi. Yani markazda nüfus zichligi eng yuqori bo'lgan Utrecht bor deydi. Utrecht shahrininki nüfus zichligi boshqa shaharlarga solishtirganda yuqori ekanchu. In het oosten, sharq tarafda Lichen, Overijssel en Gelderland. Yani sharq tarafda Overijssel bilan Gelderland bor deydi. Zeeland en Flevoland zijn twee bijzondere provincies. Yani Zeeland bilan Flevoland bo'lsa, twee bijzondere, yani ikki alayda ülke. Nu wonen mensen, yani nu hazırның özüdə wonen turdu, u yerda adamlar turdu deydi. Maar vroeger was alleen water en zee. Lekin vroeger burun was bardi, u yerda alleen faqat water, faqat suv bilan dengizli bardi. Yani vroeger deb kelganlik uchun masalda fe'lnoma o'tgan zaman shaklini vazni ishlatadi. Yani bu yerda ikki ülkening bizondir, alayda ülke deb atalish sabab burun u yerda adam yashamaykan, faqat suv bilan dengizli bo'lgan, lekin hozir suvlarni tindirib, quruqlik barpo qilib, odam yashaydigan holatni keltirganlik uchun shunga bizondira prof alayda ülke deb shunda atabdichu. Antiksning oxiriga kelsak, God maakte de wereld, yani God, Tangri maakte, yaratdi, Tangri dunyoni yaratdi. De Nederlanders vormden Nederland. Yani bu Gollandiyaliklarning bir so'zi. Gollandiyaliklar o'zininki shu dengiz tundirib, suv tundirib, yasagan ko'riklardan, barpo qilgan quruqliklaridan faxrlanib aytgan bir so'zi hamdichu. Yani Tangri dunyoni yaratdi, Gollandiyaliklar Gollandiyani barpo qildi debchu. Yani burun Gollandiya shu dengiz suv bek chiqqan to'qlikin hozir suvlarni tindirib, dengizlarning o'ttiridan yo'llarni ichib nim qilgachqa, bular suvga taqobil turib qilgachqa bu iqtidordan bek faxrlandi. Shunga Gollandiyaliklar o'zi barpo qildi debchu. Shuni demoqchi miyada. Yani tin minister dat zeggen sommigen, yani ba'zi odamlar mushta deydi. Tensulutte noemen we de Nederlandse Antillen. Yani en oxirida Tensulutte noemen, yani atash, deyish, tilga ilish degan ma'noda. Yani en oxirida biz yana Gollandiya Antillarni tilga ilishimizga to'g'ri keldi deydi. Och daar hebben ze in Nederlands paspoort. Yani u yerda hebben ze ularning bor Nederlands paspoort, yani Gollandiya pasporti bor. Weet je waar die liggen? Yani die degan shu Nederlands Antillen demekchi. Yani siz uning nerdeligini bilamsiz, uning nerga joylashganligini bilamsiz deydi. Yani Nederlands Antillen degan shu Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten deb 4 orolni o'z ichiga oldi ekan. Yani Gollandiya xandonligi bir xandonlik 4 kichik oroldan tarkib topgan ekanchu. Yani Gollandiya, yani biz hozir yashayotgan davlat Gollandiya, undan boshqa yana Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire deganmi bu Nederlands Antillar debchu. Bular 4 kichik orol ekan. Bular ham Gollandiyaga tava bo'lgan, ham Gollandiya pasportini qo'llanadigan kichik orollar ekanchu. Shuni demoqchi. Endi tekstning oxiriga kelaylik. Nederland is in Vlakland, yani Gollandiya bo'lsa Vlak degan tuz, taksi degan ma'noda, yani tuzlanlik davlat, tuz davlat. Dat betekent, yani bu deganlik zijn geen bergen, yani Gollandiyada tog' yo'q, bu yerda tog' yo'q. Is slechts één berg in Limburg, yani is bu yerda slechts faqat orollar degan ma'nosi bor. Yani orol bir tog' bor in Limburgda. Die is 300 meter hoog. Yani u bo'lsa, die degan tog'ni ko'rsatmoqchi bu yerda, ko'rsatish olmaz. Yani u bo'lsa 300 metr egizlikda deydi-ku.
Buni şu Limburg'daki tağının resmi ekan, 300 metr egizlikdagi. Gollandiyadagi birdan-bir tağ. Het gevolg is, yani bunun neticesinde, yani het gevolg neticede demekçi, dat mensen overal kunnen wonen. Yani bunun neticesinde adamlar overal hem yerde kunnen wonen, yaşayarlar. Yani nemin neticesinde bayağı dediniz mi Gollandiya tüzanlık devlet depti. Şu tüzanlık boğalık sebepten adamlar hem yerde yaşayarlaydı. En ook hem is elk plaats makkelijk te bereiken. Yani elk plaats, her bir joyni makkelijk, asan bereiken. Bereiken degan şu bir ishni amalga oshirmoq, bir ishni qilmoq degan ma'noda. Hamma joyga asan bog'liq bo'ladi demoqchi. Hamma joyga asan bog'liq bo'ldi. In Nederland gebruiken we elke meter land. Yani in Nederland, Hollandiyada biz gebruiken işiltiş, kullanış degan ma'noda ishiltimiz ve elke meter land. Yani her bir metr zaminni ishiltimiz deydi. Yani Gollandiyada hech qanday bekor qolgan zamin yo'q. Biz har bir metr zamindan foydalanamiz, ishiltimiz deydi. Under andere, yani şu sebepten degan ma'noda tırnaqning ichiga ezib o chekit a deb qo'yg'ini golland tilida mushta bir xil so'zlar bor, mushta shu sababdan yoki boshqa biz buni qisqartirilma so'zi deymiz-ku. Normalda ba'zi tekstlarda bu to'liq yozmay, balki mushta qisqartib o punt a deb ham yozadi-ku. Yozsa bu under andere deganni bildiradi. Şu miyada ilqma tunji qitim bizga hozir o'gitish yo'g'achqa, hozir to'liq shaklda yozib tırnaqning ichiga under o punt a deb yozib qo'ydi. Yani normalda mush qisqartirilma shaklam ishlatildi. Yani under andere, yani şu sebepten daarom wonen zoveel mensen in Nederland. Yani wonen bu yerda yashaydi zoveel, shunchalar mensen adamlar, yani shunchalar jiq adam Gollandiyada yashaydi deydi. Yani tağım oğandiken, devlet bütün tüzanlık oğandiken, her bir metr zeminni işletkendiken şuna jiq adam yaşaydı demekçi. Nederland heeft de dichtste bevolking van Europa. Yani Nederland, Gollandiya da bar, de dichtste bevolking, yani nüfus en zicht van Europa. Yani Gollandiyada Avrupa'daki nüfus en zichtlik var. Yoki adabiy tarjima qilsak, Gollandiya Avrupa'daki nüfus en zicht devlet debdi. Is jouw land minder vlak, yani sizning devletingiz minder, azraq degan ma'noda, yani azraq tuzanlikmi, azraq tekshmi, azraq tuzmi, zijn de bergen hoger, yani tağlar igizmi, en hoeveel mensen wonen in jouw land, yani hoeveel mensen, qanchalik odam wonen yashaydi in jouw land, yani sizning davlatingizda qanchalik odam yashaydi deydi-ku. Endi tekstning oxiriga kelsak, Nederland is in laagland. Yani laag degan töven, pes degan ma'noda. Yani Gollandiya biz bir töven davlat, yani nimadan töven demekçi, hozir tushundirdi. Het land ligt op ongeveer dezelfde hoogte als de zee. Yani het land, bu devlet ligt turdu yoki joylashgan ongeveer taxminen dezelfde hoogte. Yani taxminen o'xshash egizlikda aliste zey, yani dengiz yuzi bilan tang egizlikda joylashgan, dengiz bilan tang egizlikda joylashgan deydi. In het westen en het noorden is de zee. Yani Gollandiyaningki g'arbi bilan shimolida dengiz bor, g'arb va shimolda dengiz bor. Overal vind je rivieren en meren. Yani overal hem yerde finden, uçurtuş tipiş, hem yerde uçurtuşsuz siz derya, rivier, derya, merin külün. Hem yerde siz derya ve küllerini uçurtuşsuz deydi. Bunu Gollandiyada yaşap bakar bir adam his kıldımlar. Hakikaten subek çıkı. Een grote stukken land liggen zelfs lager dan de zee. Yani grote stukken land, yani devletninki köp kısmı liggen joylashgan yoki turadi zelfs hattaki lagerdan zey. Yani hattaki dengizdan tuvan
joylashgan deydi. Yani Gollandiya bir töven devlet demek çok neymiş hadi. Deniz yüzülen sürüştüğünde deniz yüzüden töven turduğun devlet demek. Netherlands is rijk on water. Yani Gollandiya bolsa suğa bay devlet. Rijk on water. Yani suğa bay. Rijk on goud desek altınga bay degендek. Rijk on mineralen, mineral maddelerge bay. Yani daymış on degen bağlıçılan birikildi. On water geen gebrek. Yani on water yani suda, su doğrusu suda demekçi geen gebrek. Yani gebrek degen kemçillik. Yani nimada geen gebrek deyiş arkalık su doğrusu hiç qanday kemçillik yok. Yani suğa kemçillik yok. Yani suğa kemçillik yok deb tercüme qilsak bo'ladi. Ook om die reden is elke meter grond in gebruik. Yani ook om die reden, yani muş sebepten, yani nima sebepten suğu bayoğallık, suğu kemçil bulmağallık sebepten is elke meter, yani her bir meter grond zemin in gebruik. Yani her bir meter zeminden faydalanıldı deydi. Ama gebruik, şu gebruiken diyen fiilden kelgen, yani in gebruik, şu faydalanış. Yani şu sebepten her bir metre zeminden faydalandı. Zijn jullie Nederlanders niet bang voor al dat water? Yani zijn jullie Nederlanders, yani sizler Gollandiyaliklar niet bang voor, yani korkmamsizlar al dat water, yani su shuncha jiq bo'lgankin bu sulardan korkmamsizlar deydi. O ya, hoge dijken, yani hoge dijken, dijk degan to'sma. Hoge dijken, igiz tosmalar beschermen het lage land. Yani igiz tosmalar bu töven devletni qo'g'dab turadi. Beschermen degandan qo'g'dash, muhofazat qilish degan ma'nosi bor. Yani igiz tosmalar bu töven devletni qo'g'daydi deydi. Sie houden het water tegen. Ma cümleninki xabariyasi tegen houden ma'nosi to'sab turish degan ma'nosi bor. Hem bu hem ayırıp işletilgan filoga çıkan miyada ayırıp kilatıdı. Yani ular sudun qoğdaydı, ular suni tosap durudu dep, yani tosmalarını demekçi. Zeyhavdun het water tegen, yani ular suni tosap durudu. Bij heel slecht weer, yani bij dağda tate, heel slecht weer, yani bek nachar havada, ontstaat soms gevaar, yani ontstaat peyda buluş, yüz biriş diye ma'nosi var. Yani bek nachar havada soms ba'zida xatar paydo bo'ldi deydi. Bijvoorbeeld, yani bijvoorbeeld meselen in 1953, yani meselen 1953 yılda toen liep Zeeland onder water. Yani toen u vaqtda, toen degan shu da'da, ta'ta, vaqtida degan ma'nosi, shu har doim o'tgan zamanni ifodalaganda ishlatamiz. Masalan, men kichik vaqtimda, men to'liq o'ttirdagi vaqtimda, oliy maktabdagi vaqtimda deb işte burun o'tib ketgan o'tmishdagi bir vaqtni nima qilgan uchun. Yani shu vaqtda tun lip Zeeland. Lip degan lo'pinninki o'tgan zaman so'zi emiyadi. Hozir 1953 yildagi o'tmishdagi ishni tasvirlagachga shu masalda fe'lning ham o'tgan zaman shaklini ishlatadi. Toen liep Zeeland onder water. Yani şu vaqtda Zeeland onder water, suvning ostida qolgan deydi. Yani under water lopen, asli bir birikma, yani suvning ostida qilish. Şu vaqtda Zeeland suvning ostida qolgan deydi. Yani tekismi shu, tekis bizga Gollandiyaning nega joylashgan, qancha viloyat va ondan shu Gollandiyaliklar qanday barpo qilgan tosmaları muş doğrusu qısqacha bir tushuncha beradi. Tosma degan yani muş shu igiz naslchi tosmalar, to'saqlar. Onda buni mush Gollandiyaliklar buni ismi dengiz bunachu. Dengizning o'ttirisidan dengizni tindirib mushta yo'l ichib qilgancha quruqlik barpo qilib. Yani ma rasmdagi ham tosmalar buni şu eğer deniz yüzünden tüvende öyle doğaç çıkar, eğer denizden suyu teşip gidip kalsa, şu tosmalar qo'g'dab turgancha. Bunun resimdeki hem tosmalar, deniz suyuna yendeki igizitilgan qismlarcha.
Yani Gollandiyaliklar işte tosmalarni qurish orqali Gollandiya davlatini kelkundan qo'g'dab kepti hozirgacha. Shunga ham o'zininki bu emgekidan to'limi faxrlandi Gollandiyaliklar. Ondan bu tekstning so'zliklari buni ham darsga naq maydon anglagan qarindoshlarga bu so'zliklarimiz avatilgan. Bugungi darsimiz mishagicha. Ma'qullamasa keyingi darsimizda ko'rishaylik. Omon bo'lg'aysizlar.